Shou-biznes olamidan yana bir xabar. Taniqli qo'shiqchi o'z konserti vaqtida afsuski 58 yoshda yurak xurujidan vafot etdi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang. Bugun 31 mart kuni turkiyalik san'atkor Volkan Konak Shimoliy Kiprda o'z konserti vaqtida olamdan o'tdi. Bu haqda Sunhuriyet xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Shimol o'g'li taxallusi bilan tanilgan san'atkor o'z konsertida muxlislari oldida sahnaga yiqilib tushgan va bir muddatdan so'ng shifoxonada olamdan o'tgan. Qayd etilishicha, u konsert chog'ida yurak xurujiga uchragan. San'atkor 58 yoshda bo'lgan. Bugun tunda soat 00:17 da to'satdan kasallik tufayli Magusa davlat shifoxonasiga olib kelingan qo'shiqchi Volkan Konak barcha muolajalarga qaramay afsuski soat 00:42 da hayotdan ko'z yumdi. Magusa davlat shifoxonasi bosh shifokori tomonidan batafsil ma'lumot yozma ravishda beriladi deyilgan shifoxona bayonotida. Ma'lumot uchun, Volkan Konak 1967-yilda Trabzon viloyatining Machka tumanida tug'ilgan. Machkada boshlang'ich va o'rta ta'limni tamomlagach, 1980-1984 yillarda Istanbul Turk musiqa davlat konservatoriyasiga o'qishga kirgan. Uning Maranda nomli albomi ko'plab tinglovchilarning e'tirofiga sazovor bo'lgan deyiladi xabarda. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang.